Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimiz a'zolari, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Endi sizlar bilan navbatdagi darsimizni davom ettirib ketamiz. Bilasiz, o'tgan safar biz otlarni boshlagandik, ya'ni ot mavzusini boshlab ketgandik. Ana endi o'sha mavzuni qolgan joyidan davom ettirib ketamiz. Xo'p, o'tgan safar atoqli otlar mavzusini boshlagandik va ularni turlarga bo'lib batafsil tushuntirib ketgandik. Ana endi turdosh otlarni ko'rib ketamiz azizlar. Xo'p, turdosh otlarni avval qoidalari bilan tanishib olamiz. Qoidasi bilan turdosh ot deb nimaga aytiladi? Turdosh ot deb bir turdagi shaxs, narsa, joy, faoliyat jarayon ma'nolarini bildirgan otlarga aytiladi. Bir turdagi shaxs, narsa, joy, faoliyat jarayon ma'nolarini bildirgan otlarga aytiladi. Xo'p, turdosh otlarimiz to'rtga bo'linadi. Shaxs oti, narsa oti, o'rin joy oti, faoliyat jarayon otiga bo'linadi. Demak, turdosh otlar to'rtga bo'lindi. Shaxs oti, narsa oti, o'rin joy oti, faoliyat jarayon oti. Shaxs oti deb nimaga aytiladi? Shaxs oti deb bir turdagi shaxs, ya'ni bir turdagi shaxs bo'lish kerak. Shaxs bir turdagi shaxs bo'lib turishi kerak. Kishining yoshi, yashash joyi, mansab unvoni, kasb kori, nasl nasabi, qarindoshlik darajasi kabilarni bildirgan va kim so'roqqa javob bo'lgan otlarga aytiladi. Xo'p, masalan, yigit, jiyan, o'qituvchi, kapitan, shayx, qirol, tog'lik, shoir. Bular shaxs otiga misol bo'la oladi. Narsa oti. Narsa oti deb nimaga aytiladi? Jonli va jonsiz narsalarni bildirgan otlarga narsa oti deb deyiladi. Narsa oti nima so'roqqa javob bo'ladi? Stul, mushuk, taom, olma, parta, kitob, palov. Ayniqsa narsa otlari juda ham ko'p. Boshqa o'sha turdosh otning boshqa turlaridan narsa oti juda ham ko'p hisoblanadi. Demak, nima so'roqqa javob bo'lish kerak ekan? Jonli va jonsiz narsalarni bildirib kelish kerak ekan. Xo'p, keyingisi o'rin joy oti. O'rin joy oti deb o'rin joy ma'nosini bildirib, qayer so'roqqa javob bo'lgan otlarga aytiladi. Ba'zan narsalik ma'nosini bildirganda nima so'roqqa ham javob bo'lishi mumkin. Demak, o'rin joy ma'nosini bildirib, qayer so'roqqa javob bo'lgan otlar o'rin joy oti ekan. Masalan, mahalla, qishloq, bog', jarlik, sahro, ko'cha, oshxona bunga misol bo'la oladi. Endi nima so'roqqa javob bo'lishi qanday vaziyatda ko'riladi? Masalan, bizga maktab yaqin desam, bu yerda qayer so'rog'ini bera olamiz. Bizga qayer yaqin? Maktab yaqin. Xo'p, deylik, Sanjar maktab qurdi desak, Sanjar qayer qurdi deya olmaymiz. Sanjar nima qurdi deymiz yoki nimani qurdi deymiz. Shunda narsalik ma'nosini bildirib kelayotgan bo'ladi. Demak, o'rin joy oti qayer so'rog'i bilan birgalikda ba'zan nima so'rog'iga ham javob bo'lar ekan. To'rtinchisi, faoliyat jarayon oti. Faoliyat jarayon oti deb nimaga aytiladi? Ma'lum bir faoliyatni va jarayonni bildirgan otlarga faoliyat jarayon oti deyiladi. Nima so'roqqa javob bo'ladi? Faoliyat jarayon otlari. Chopiq jarayon bor bu yerda. Ya'ni chopish jarayoni. To'y. Faraz qilyapsiz, to'y. Shu kimdir shu mehmonga kelayotgan, kimdir o'sha boshlovchi bo'lgan, kimdir yana boshqa yumushlar bilan band. Shu jarayon hayolingizga keladi. Sayohat, bir joydan ikkinchi joyga borish. Bu ham jarayon. Yig'in, jarayon, dars. O'quvchilar yozayotgan yoki o'qituvchi tushuntirayotgan vaziyat. Tadbir, bu ham jarayonga kiradi. Ko'rik, bu ham jarayon. Demak, ustozlar,
turdosh otlarimiz 4 ta qismdan iborat ekan. Shaxs oti, narsa oti, o'rin-joy oti va faoliyat jarayon otlari. Faoliyat jarayoni so'rog'i nima so'rog'iga javob bo'ladi, esingizdan chiqmasin. Navbatdagisi shaxs otlari yasovchi qo'shimchalar bor. Qaysilar desa, chi, sos, kor, xon, dosh, boz, uvchi yoki vichi, lik, do'st, pas, xor, kash. Bular qo'shilib shaxs oti yasaydi. Hushyor bo'lishimiz kerak, bu qo'shimchalarning ayrimlari omonim qo'shimcha, ular sifat yasab qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun bu qo'shimchalar qo'shilgan so'zga so'roq berib ko'rasiz. Agar o'sha so'z kim so'rog'iga javob bo'lsa, keyin u shaxs oti yasovchi qo'shimcha sifatida olinadi. Masalan, chi, ishchi desak, buni ot yasovchi qo'shimcha desak bo'ladi, lekin yolg'onchi desak, bu yerda u ot yasovchi bo'lmaydi. U sifat yasovchi bo'lib qoladi. Demak, ishchi, temirchi, suvchi desak bo'laveradi. Soatsoz, shifokor, kitobxon, quroldosh yoki sinfdosh, dorboz, tikuvchi, yozuvchi, o'qituvchi, o'quvchi, tog'lik yoki farg'onalik, do'st, do'ppi do'st, pazga oshpaz, xo'rga merosxo'r, kashga suratkash, aravakash. Tushunarli? Biz barchasini aytmadik, lekin deyarli ma'lum bir qismini aytdik. Xo'p, narsa oti yasovchi qo'shimchalar. Narsa oti yasovchi qo'shimchalar q, k, oq, gi, ki, qi, gich, gich, g'ich, g'ich, indimadon, choqchak. Xo'p, bular narsa oti yasaydi. Bularda ham ayrimlari omonim qo'shimcha. Bularni testda tahlil qilayotganimizda yana bir tushuntirib ketamiz, xudo xolasa. Hop, q qo'shimchasi masalan, deylik, bo'yoq narsa oti yasayapti. Kga elak, o'roq, supurgi, tepki, sanchqi, ilgich, isitgich, tutqich, o'chirg'ich, chirindi, hop, maya, tugma, guldon, o'yinchoq, belanchak. Tushunarli? Navbatdagisi. O'rin-joy ot yasovchi qo'shimchalar ko'p emas. Zor, loq, iston, goh malik. Zor, loq, iston, goh malik. Zor, bedazor, tutzor, yoki bo'lmasam lolazor, tolzor. Loq, qumloq, suvloq, toshloq. Iston, guliston, bog'iston. Goh, oromgoh, saylgoh. Ma, bostirma. Bostirma bu o'sha chorva mollari turadigan, atrofi ochiq bo'lgan joyda bostirma deb ataydilar. Lik, jarlik, qiyalik bu o'rin-joy otiga misol bo'la oladi. Demak, likni tepada ham ko'rdik, hushyor bo'lasiz ekan. Jarlik bo'lsa o'rin-joy oti bo'lar ekan. Tog'lik, qishloqlik, shaharlik yoki bo'lmasam farg'onalik shunga o'xshagan bo'lsa, shaxs oti bo'lar ekan. Lekin qiyalik, jarlik desak, o'rin-joy oti bo'lar ekan. Keyingisi, faoliyat jarayon oti yasovchi qo'shimchalar. Lik, abituriyentlik yoki o'qituvchilik. Im, terim, ik, ko'rik, iq, chopiq, chilik. Hop, chilikka dehqonchilik, garchilik, yog'ingarchilik. Tushunarli? Yaxshi. Qo'shimchalarni aytib o'tdik. Yozib qayd qilib qo'yasiz. Keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Otlar qanday tushunchani ifodalab kelishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Aniq otlar va mavhum otlarga bo'linadi.
Aniq otlar deb nimaga aytiladi? Aniq otlar deb sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlarga aniq otlar deyiladi. Masalan, ko'rish, eshitish, ta'm bilish, hid bilish, sezish orqali bila olsak, bular aniq otlar bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda misol keltiryapmiz. Bino, ko'ramiz uni. Shamol, ko'rmaymiz lekin his qilamiz. Aniq otga kiradi. Musiqa, eshitamiz. Aniq otga kiradi. Palov, ko'ramiz, ta'mini bilamiz. Aniq otga kiradi. Ifor, hidi orqali bilamiz. Hid bilish orqali aniq otga kiradi. Endi mavhumot deb nimaga aytiladi? Mavhumot deb sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lmagan, faqat ong orqali idrok etiladigan otlarga aytiladi. Masalan, vafo, qadriyat, oqibat, do'stlik. Faqat ularni his qilamiz xolos. Mavhumot yasovchi bir nechta qo'shimchalar bor. Ularni ham ko'rib ketamiz. Ch qo'shimchasi. Masalan, yupanch, sevinch, inch degan qo'shimcha ham bor. Mavhumot yasaydi. Bunga misol bo'lish uchun qo'rqinchni olishimiz mumkin. Qo'rqinch, qo'rqinch. Likni olishimiz mumkin. Shodlik, chilikni olishimiz mumkin. Yo'qchilik, garchilikni olishimiz mumkin. Odamgarchilik. Tushunarli? Yaxshi, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Otlar tuzilishiga ko'ra to'rga bo'linadi. Doim bilib olaylik, mustaqil so'zlarni tuzilishiga ko'ra bo'layotganimizda ularni asoslari inobatga olinadi. Asosi bitta bo'lsa, sodda. Asosi 2 yoki undan ortiq bo'lsa, qo'shma. Asosi ikkita so'z juftlanib keladigan bo'lsa, juft. Aynan bir asos takrorlanadigan bo'lsa, takror qilib turlarga bo'lib olamiz. Otlar ham tuzilishiga ko'ra to'rga bo'linadi: sodda, qo'shma, juft, takror. Hop, sodda otlar deb nimaga aytiladi? Sodda otlar deb bitta asosdan iborat bo'lgan otlarga sodda otlar deyiladi. Qaytaraman, bitta asosdan iborat bo'lgan otlarga sodda otlar deyiladi. Ular ikkiga bo'linadi o'z ichida: sodda tub otlar, sodda yasama otlar. Sodda tub otlar va sodda yasama otlar farqi bor. Sodda yasama otlarning tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Sodda tub otga misol keltiryapmiz: qaymoq, bulut, ish, inson. Sodda yasama otlarga zargar, gar ko'ryapsiz-a? Gar so'z yasovchi bor. Yoshlik, tutqich, bedazor. Sodda yasama otlarga misol bo'la oladi bular. Qo'shma otlar deb nimaga aytiladi? 2 yoki undan ortiq asosdan tashkil topgan otlarga qo'shma otlar deyiladi. Qo'lqop, qo'l va qopdan yasalyapti. Tuyaqush, kaltakesak, achchiq tosh bunga misol bo'la oladi. Keyingisi juft otlariga o'tamiz. Juft otlar deb o'zaro bir-biriga yaqin yoki bir-biriga zid bo'lgan asoslardan tashkil topgan otlarga juft otlar deyiladi. Yer osmon bir-biriga teskari. Idish tovoq bir-biriga yaqin. Ota-ona, ezgulik, yovuzlik. Tushunarli? Yaxshi. Esingizdan chiqmasin, juft va takror otlar chiziqcha bilan yoziladi. Keyingisi, takror ot deb nimaga aytiladi? Takror ot deb birinchi qismi, ikkinchi qismining takror ikkinchi qismi, kechirasizlar, ikkinchi qismi birinchi qismining ayrim tovush o'zgarishi bilan takrorlanishidan hosil bo'lgan otlarga takror ot deyiladi. Non-pon, pul-mul, don-dun, idish-pidish. Tushunarli? Ikkinchi qismi ma'no anglatmaydi. Endi ayrim otlarimizni ko'rib qo'yishimiz kerak. Payt otlari bu 6-sinf 2017 variantida, ya'ni nashrda kitobimizda keltirilmagan payt otlari, lekin testlarimizda tushib qolyapti. Bilib olinglar,
Otlar ba'zan paytni ham bildiradi. Shuning uchun payt otlari bor. Ular qaysilar desa, faslni bildiruvchi, oyni bildiruvchi, hafta kunlarini, kun qismlarini, namoz vaqtlarini bildiruvchi so'zlar payt otlariga kiradi. Masalan, bahor, dekabr, dushanba, xufton, tong, kun, tun so'zlari bular payt otlari va qachon so'roviga javob bo'ladi. Tushunarli? Nimaga payt otlariga olinadi? Chunki bular aniq vaqtni bildiradi-da. Nimaga ravishga olmaymiz deyishingiz mumkin. Ravishni hali o'tamiz, shunda tushuntirib ketamiz. Ravishlar mavhum paytni bildiradi. Shuning uchun bularni ravishga ola olmaymiz. Bular payt otlari hisoblanadi. Keyingisi. Hop, ot mavzusi yakunlandi ustozlar. Kelinglar sizlar bilan birgalikda shu ot mavzusi bo'yicha olgan bilimlarimizni va takrorlagan bilimlarimizni yana bir mustahkamlab olamiz. Sardor Islomov va Jamshid Abdullayev, ya'ni Kaminaning muallifligi ostida chiqarilgan ushbu kitobdagi mana shu bitta testni ko'ramiz. Milliy sertifikat kitobidan va namunaviy testlar kitobidan o'rin olgan bu test aynan agentlik darajasi, ya'ni standarti darajasidagi testga talabiga javob bera oladi. Mana shu testni tahlil qilib, ot mavzusini mustahkamlab qo'yamiz. Xo'p. Savolni o'qiymiz. Savolda berilgan gaplarda ishtirok etgan ot turkumiga mansub so'zlar haqidagi nimani? To'g'ri hukmni aniqlang deyapti. Biz nimalarga e'tibor berishimizni bilib oldik. Demak, ot so'z turkumi va ot so'z turkumi haqidagi to'g'ri hukmni topa olishimiz kerak ekan. Bundan oldin nima qilishimiz kerak? Bundan oldin o'sha berilgan matnda, ya'ni gapdagi otlarni topa olishimiz kerak. Bizga ikkita gap berilyapti. Bu yerda otlarni topa olamiz. Xo'p, boshladik. Bahor, gul, mavsum, daraxtlarda gul, bolalarning do'ppilariga lolalar, savatlarda gunafshalar, gul, bahor faslining zavqi. Mana otlarni topib oldik sizlar bilan. Ana endi javoblarga murojaat qilamiz. Javoblarda birinchi A javobini o'qiyapmiz. Har ikki gapda atoqli ot ishtirok etgan deyapti. Atoqli ot ishtirok etgan. Atoqli otlar demak atab qo'yilgan bo'lishi kerak, bosh harf bilan yozilishi kerak. Xo'p, bu yerda demak atoqli otlarni ko'rmadik. Shuning uchun A javobimiz kirmaydi. Xo'p, B javobni ko'ramiz. Har ikki gapda narsa oti ishtirok etgan. Narsa otini yuqorida sizlar bilan ko'rdik. Nima so'roviga javob bo'lardi? Jonli va jonsiz narsalarni bildirgan otlarga narsa oti deyiladi. Xo'p. Birinchi gapda gul narsa oti bo'la oladi. Yana boshqa bor, lekin gulni misol qilib olyapmiz. Ikkinchi gapda ham gul turibdi yoki savat turibdi. Bunda ham narsa oti bor ekan. Xo'p, hozircha B javob to'g'ri bo'lib turibdi. C javobni ko'ramiz. Har ikki gapda ham faqat aniq otlar deyapti. Aniq otlar. Mavhumot yo'q demoqchi. Xo'p, A javobda mavsum turibdi. Mavhumot bo'ladi bu mavsum. Keyingisi, ikkinchi gapda zavq so'zi turibdi. Mavhumot bo'ladi. Shuning uchun C javobni ola olmaymiz. D javobda har ikki gapda takror ot ishtirok etgan. Birinchi gapning o'zida takror ot yo'q. Ikkinchi gapdagi uyum so'zi ham kirmaydi. Shuning uchun D javob ham noto'g'ri javob hisoblanadi.
To'g'ri javob B javob bo'lar ekan. Har ikki gapda narsa oti ishtirok etgan degan javob to'g'ri. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan va yetkazmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiskalar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Rahmat.